Hozirgi writing qismimizda esa juda ham ko'p o'zgarishlar bor va part 2imizda bo'lsa biz blog post yozishimiz kerak bo'ladi. Part 1ning birinchi qismi uchun word limitimiz bizga 50 ta qilib belgilangan. Aynan shu narsa bizda tone deyiladi va informal xatlarimizda siz menga foydali bo'ladi deyishingiz kerak emas. Demak, barchani o'ylang. Assalomu alaykum barchaga. Men Nargiza Absamatova, Mentor School o'quv markazida Cipher instruktor bo'lib ishlayman va o'zimning ballim multi leveldan 7 darajaga egaman. Bugun sizlar bilan muhim bitta muammoni ko'rib chiqamiz, ya'ni writing qismini sizlar bilan birga ochiqlashtiramiz. Menga keladigan ko'pchilik o'quvchilarda har doim writing va speaking qismlarida juda ham katta muammolar bo'ladi va ular yechim topishga qiynalishadi. Bugun aynan sizlar bilan mana shu muammolarni ko'rib chiqamiz va aynan qanday yo'llar bilan writing darajamizni oshirish mumkinligini bir sira o'rganamiz. Xo'p, bugungi darsimizda demak biz new writing system bilan tanishar ekanmiz. Barchaga ma'lumki, yaqinda bizda writing tizimida yangi o'zgarishlar bo'ldi va avvalgi writing tizimidan ko'ra yangiliklar qo'shildi. Xo'p, avvalgi writing tizimini bir sira eslab olamiz. Unda qanaqa edi? Bizda avvalgi writing tizimida ikkita task bor edi. Birinchisi task 1, bu har doim xatlar yozilardi va ikkinchisi task 2, bunda biz essaylar yozardik. Va uni turlari juda ham ko'p edi. Hozirgi writing qismimizda esa juda ham ko'p o'zgarishlar bor va buni biz dars davomida tanishib olar ekanmiz. Xo'p, bugungi darsimizda siz nimalarni o'rganasiz? O'rganadigan narsalarimiz demak umumiy o'zgarishlar. Xo'p, avvalgi va yangi writing tizimida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Keyingisi informal and formal letters. Biz asosiy qoidalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni informal xat yozishimiz uchun qanday yo'nalish talab qilinadi, formal xat yozishimiz uchun qanday yo'nalishlar kerak bo'ladi. Keyingisi example for informal letters, informal xatlarni to'liq ko'rib chiqamiz va u bilan birga example'larni ham ishlashni o'rganamiz. And Q&A bizda bo'ladi har doimgidek. Demak, biz umumiy o'zgarishlar bilan boshlaymiz darsimizni. Bizda qarab olamiz. Avvalgidek Task 1, Task 2 degan atamalar endi ishlatilmaydi. Oddiygina Part 1 and Part 2 deb atashimiz mumkin. Xo'p, Part 1imizni o'zi demak ikkiga bo'linar ekan. Ko'rganingizdek Part 1ning birinchi qismi va Part 1ning ikkinchi qismi. Part 1ning birinchi qismida biz har doim informal xat yozishimiz kerak bo'ladi. Har doim, bu o'zgarmas qoida. Part 1ning ikkinchi qismida bo'lsa biz formal xat yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni darsimiz davomida ko'rib chiqamiz, bizga topshiriq sifatida xat beriladi va o'sha xatga javob tarzida biz xat yozishimiz kerak bo'ladi. Va part 2imizda bo'lsa biz blog post yozishimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, siz juda ham mashhur kanallarda ko'rib o'tgansiz, aytaylik Daryo.uz yoki Xushnudbek kanallarida ma'lum bir mavzu doirasida bo'ladigan muhokamalarni ko'rgansiz. Aynan xuddi shu muhokamalarga o'xshash, demak biz blog post yozishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi topshiriq tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, biz Part 1ning birinchi qismida B1 darajadagi xat yozamiz va bunda doimo do'stimizga qarata yozishimiz kerak bo'ladi. Shaxs o'zgarmaydi. Ya'ni siz doimo do'stga nisbatan yozishingiz kerak. Keyingisida bo'lsa B2 darajadagi xat yoziladi va bunda siz aytaylik klub menejeriga yoki bo'lmasam qanaqadir shopni egasiga, ya'ni do'kon egasiga yoki qanaqadir servisni egasiga yozishingiz mumkin. Keyingisi bo'lsa C1 darajadagi blog postlarimiz bo'ladi. Bunda o'sha onlayn o'quvchilar uchun siz ma'lumotlarni muhokama qiladigan tekst yozib berishingiz kerak bo'ladi. Bizda keyin ko'rib o'tadigan bo'lsak, yozma har biri, demak bizga qo'limizga har doim qog'oz beriladi. Maxsus bir qog'oz imtihonga kirganimizda aynan o'sha qog'ozlarga yozishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bizda so'zlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, word limitimiz nechta bo'lishi kerak? Part 1ning birinchi qismi uchun word limitimiz bizga 50 ta qilib belgilangan. Aytib o'tishim kerak, faqat 50 ta yozishingiz shart degan joyi yo'q. Uzog'i 80 ta so'zgacha foydalanib bemalol yozishingiz mumkin. Keyingisi bizda 120 ta va 150 ta so'zdan iborat bo'ladi. Part 1ning birinchi qismi, Part 1 birinchisining ikkinchi qismi. Bunda siz o'rtacha 120 ta 150 ta so'zdan foydalanasiz va bunda ham to'xtash degan limit yo'q, ya'ni 160 yoki 170 tagacha so'zdan foydalansangiz bo'ladi. Undan keyingisi bizda Part 2imiz 180 ta yoki 200 ta so'zdan iborat bo'ladi. Buni ham ma'lum bir darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bizda keyingisi main rules
asosiy qoidalar. Biz endi bilib oldikki, ham informal, ham formal xat yozamiz. Shuning uchun biz har bitta qoidasini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, bizda birinchisi tone. Tone degani aytaylik, xatimizni, har bitta yozayotgan xatimizni ovozi bo'ladi. Siz ma'lum bir xatni o'qishingiz davomida uni qanchalik xursand ekanligini, xafa ekanligini yoki bo'lmasam sizga qanaqadir jahlda munosabat qilayotganligini bilishingiz mumkin. To'g'rimi? Aynan shu narsa bizda tone deyiladi va informal xatlarimizda biz conversational, relaxed tonedan foydalanishimiz kerak. Ya'ni suhbatga tortadigan, qandaydir savollar orqali bemalol do'stimizga qiladigan muomalamizni qilib yozishimiz mumkin. Bu cheklanmagan. Formal xatlarimizda bo'lsa, biz xushmuomala, rasmiy va professional tarzda yondashishimiz kerak. Rasmiy deganda aytaylik, siz tanimaydigan yoki avval juda ham kam ko'rgan insoningizga xat yozyapsiz, rasmiy xat. Aytaylik, klub menejeriga. Siz klub menejeriga ma'lum bir tarzda, ma'lum bir qoidalar asosida, ma'lum bir estetika qoidalariga asosan murojaat qilasiz, to'g'rimi? Aynan shu narsa bizda serious and polite deb ataladi. Okay, keyingisi contractions. Contractions bu qisqartirib ishlatish so'zlarni. Ko'rganingizdek bizda I am, cannot, can't, we have, we've qilib ishlatilgan. Aynan shu narsa sizni xatingizni informal ekanligini ko'rsatib beradi. Aytaylik, bu ma'lum bir talab. Siz informal xatlarda har doim shunga o'xshash qisqartmalardan foydalanishingiz kerak. Lekin formal xatlarda bu mumkin emas. Ko'rganingizdek, bizda hammasi o'z tartibida, qisqartirilmagan holatda ma'lum bir tartibga, qoidaga asosan yozilishi kerak. Va shu yerda men cannot so'zini eslatib o'tmoqchiman. Bizda cannotni ko'pchilik xato yozib qo'yishadi. Cannot aslida ajralib emas, qo'shib yoziladi. Buni eslab qolingiz. Chunki juda ham kerak bo'lishi mumkin. Keyingisi phrasal verbs. Phrasal verbs bu fe'llarni predloglar bilan birga ishlatish. Bizda informal xatlarimizda phrasal verbs ishlatilishi mumkin bemalol. Lekin rasmiy xatlarimizda buni cheklashimiz kerak. Ma'lum bir darajada ishlatmasligingiz kerak. O'rniga haqiqiy fe'llardan, so'zlardan foydalansangiz bo'ladi. Aytaylik, get back, qaytmoq, reply, qaytarmoq, qaytmoq yoki bo'lmasam put off, kechiktirmoq, postpone, kechiktirmoq. Xuddi shunday informal and formal so'zlar bor bizda. Shu qoidaga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi idioms, slangs, idiomalarni bilamiz. Aytaylik, bizda over the moon, juda ham xursand yoki bo'lmasam slanglarimiz bu ko'cha so'zlar. Ko'cha so'zlarni siz informal xatlarda ishlatishingiz mumkin. Rasmiy xatlarda bo'lsa, bular taqiqlangan desak ham bo'ladi. Ishlatish mumkin emas. Idiomalar ham, slanglar ham rasmiy xatlarda ishlatilmaydi. Keyingisi sentence status, aytaylik kirish so'zlar. Kirish so'zlarimiz ham informal xatlarda, demak, oddiy bo'ladi, ko'cha tiliga mos tarzda ishlatilishi kerak. Well, anyway kabi. Formal xatlarimizda bo'lsa, har doim biz rasmiy yoki neutral bo'lgan, ya'ni ishlatishimiz mumkin bo'lgan so'zlardan foydalanishimiz kerak. Bular moreover, furthermore, however. Xo'p, keyingisi personal pronouns. Personal pronouns bizda olmoshlar. Xo'p, olmoshlarni norasmiy xatlarimizda, informal xatlarimizda bemalol ishlatishimiz mumkin. Aytaylik, agar sen kelsang, men juda ham xursand bo'lardim degan kabi. Lekin bu narsa formal xatlarda kamaytirilgani ma'qul. Xo'p, kamaytirib qanday kamaytirishimiz mumkin? Endi shu joyda savol keladi bizga. Buni biz, ya'ni klub menejeriga xat yozayotganingizda, buni yana ham keyinroq to'liq tushuntirib beraman. Klub menejeriga xat yozayotganingizda siz o'zgartirishlarni taklif qilishingiz mumkin. Va u o'zgartirish nafaqat siz uchun, balki sizning jamoadoshlaringiz va yoningizdagilar uchun ham foydali bo'ladi. To'g'rimi? Shunda siz u klub menejeriga aytishingiz kerakki, agar shu jihoz, agar yoki shu xona o'zgartirilsa, foydali bo'lardi. To'g'rimi? Xuddi shunday siz o'zingizni qo'shmagan holda gapirganingiz ma'qulroq. Chunki u o'zgarish faqat siz uchun emas. Faqat sizni o'ylab yoki sizni ko'zlab qilinmagan. Barchani ko'zlab qilingan. Shuning uchun siz o'zingizni sal olib qochishingiz kerak.
agar shuni o'zgartirsangiz menga foydali bo'ladi deyishingiz kerak emas. Demak, barchani o'ylagan holda barchaga foydali bo'lardi yoki o'zgartirilsa foydali bo'lardi kabi qandaydir gaplar bilan ishlatsangiz bo'ladi. Hop, buni o'rniga bizda yana it shaxsiz olmoshli gaplarimiz bor. Bu struktura. Buni ham siz ishlatsangiz bo'ladi. Aytaylik, hozir bu strukturani biz misollar orqali ko'rib chiqamiz. Bizda it shaxsiz olmoshi berilyapti. Xo'p, it shaxsiz olmoshini qanday ishlatishimiz kerak? Birinchi oddiy gap bilan biz olmoshlarni ishlatib, ya'ni kishilik olmoshlarni ishlatib gap tuzib olamiz. Xo'p, bizda gap berilyapti. If you change the equipment, I will be excited. I will be excited. Mana ko'rib turganingizdek biz nechta ikkita kishilik olmoshini ishlatdik, to'g'rimi? Biz nima dedik? Demak, informal xatlarimizda bemalol ishlatishimiz mumkin. Formal xatlarimizda demak buni kamaytirishimiz kerak. Xo'p, endi kamaytirish uchun biz it shaxsiz olmoshidan foydalanib gap tuzsak bo'ladi. Xo'p, endi buni qanday tuzamiz? Xuddi shu gapni mana shu strukturaga qo'yib tuzamiz hozir. It aytaylik will be exciting. It will be exciting if the equipment is changed. Mana ko'rib turganingizdek, bizning birinchi gapimizda biz olmoshlarni ishlatdik. Ikkinchi gapimizda bo'lsa, it shaxsiz olmoshidan foydalangan holda gapimizni bironta ham kishilik olmoshlarni ishlatmagan holda tuzdik. To'g'rimi? Demak, siz nafaqat o'zingizni, balki yoningizdagi sheriklaringizni ham o'ylagan holda klub menejeriga taklif bildirdingiz. Xo'p, endi yana slaydimizga qaytib olamiz. Keyingi tanishadigan qoidamiz bu exclamation marks. Siz bu yerda ko'rib turganingizdek bizda indov gaplar foydalanilgan. Demak, informal xatlarning ma'lum bir qoidasi shuki, siz o'zingizni hissiyotingizni bildirishingiz kerak, to'g'rimi? Hissiyotlaringizni bo'lsa o'sha so'roq gaplar, undov gaplar bilan nima bildirishingiz kerak bo'ladi. Demak, siz bemalol mana shunday undov belgilari yoki bo'lmasam so'roq gaplardan foydalanishingiz mumkin. Bu taqiqlanmagan. Aytaylik, bu bir ma'lum qoida. Siz ishlatishingiz shart. Xo'p, keyingisi bo'lsa bizda formal xatlarda bunday so'roq gaplar yoki undov gaplardan foydalanmasligingiz kerak, chunki siz klub menejeriga o'zingizni hissiyotlaringizni ko'rsata olmaysiz. Ma'lum bir darajada cheklangan bu. Keyingisi complex sentences, bu murakkab gaplar. Murakkab gaplar bizda informal xatlarda juda ham ko'p foydalanilmasligi kerak. Chunki siz do'stingizga qanaqadir adabiy tilda yoki bo'lmasam murakkab gaplar orqali gapirmaysiz. Juda ham simple bo'lgan, oddiy bo'lgan gaplar bilan gapirasiz, to'g'rimi? Shuning uchun bizda complex sentences ishlatilmaganligi ma'qul. Kamroq ishlatganligingiz ma'qul. Lekin bizda ko'rganingizdek formal xatlarda juda ham ko'p ishlatishingiz kerak. Aytaylik, turi bilan ishlatishingiz kerak. Juda ham ko'p grammatik strukturalarni yod olishni tavsiya qilaman sizga. Siz o'zingizni grammatikadagi turfaxilligingizni, juda ham ko'p qoidalarni bilishingizni ko'rsata olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda keyingisi informal letter expressions, ya'ni siz informal xatlarni yozayotganda foydalanishingiz kerak bo'lgan frazalar, aytaylik, birikmalar. Bu birikmalarimiz mana ko'rganingizdek greetings bilan boshlangan. Greetings degani bu xatingizni ochib berishingiz uchun foydalanadigan so'zlaringiz. Doimo siz hey yoki hi kabi so'zlar bilan va do'stingizni ismini yozgan holda foydalanishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, hey James yoki hi Jane. To'g'rimi? Xuddi shunday qilib boshlab olasiz. Keyin sizda juda ham yaxshi frazalar bor. It's so great to hear from you. Or I hope everything is going well with you
kabi birikmalarni foydalanishingiz mumkin. Yana qo'shimcha tarzda siz uni hol-ahvolini so'rab boshlashingiz mumkin xatingizni. Aytaylik, how are you? How is it going? To'g'rimi? Biz so'rov gaplarni bemalol ishlatishimiz mumkin. Keyingisi reason for writing, ya'ni yozayotganingizdan maqsad. Xo'p, xat yozayotganingizdan qanaqa maqsad bo'lishi mumkin? Biz qanaqadir yangilikni bo'lishmoqchi bo'lishimiz mumkin yoki uni nimagadir taklif qilmoqchi bo'lishimiz mumkin, to'g'rimi? Siz demak just wanted to let you know qandaydir yangilikni aytmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu birikmadan foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi bizda giving news, ya'ni nima yangiliklarni bo'lishish uchun mana shu frazani ishlatsangiz bo'ladi. Guess what va guess whatdan keyingi qism o'zgaruvchan, ya'ni I have started a new job degan qismi bizda o'zgarishi mumkin. Xo'p, keyingisi bizda inviting someone, ya'ni siz kimnidir uyingizga taklif qilmoqchi bo'lsangiz yoki qandaydir ziyofatga nimagadir taklif qilmoqchi bo'lsangiz, bulardan foydalansangiz bo'ladi. You are more than welcome to stay at my place, ya'ni sen bemalol mening uyimda qolishing mumkin yoki mening joyimda qolishing mumkin degan kabi. Endi making a request, asking for favor, demak siz kimdandir yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, aynan shu so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, bular o'zgaruvchan. Aytaylik, could you send me that book you mentioned? Sen aytib o'tgan kitobingni menga jo'nata olasanmi? Ya'ni siz bu gaplarni o'zingizga tushadigan savollarga qarab bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi apologizing, ya'ni siz kechirim so'ramoqchi bo'lsangiz, agar do'stingizga anchadan beri yozmagan bo'lsangiz yoki qanaqadir tushunmovchilik sodir bo'lgan bo'lsa, siz xatingizni kechirim so'rash orqali yozishingiz ham mumkin. Sorry, I have been out of touch lately. Ya'ni anchadan beri sen bilan gaplashmay qo'ygandim. Kechir, afsusdaman kabi so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi thanking, showing gratitude, ya'ni rahmat aytib, o'zingizni minnatdorchiligingizni ko'rsatishingiz mumkin. Bunda siz thanks a ton for your help, ya'ni do'stingiz sizga qanday yordam bergan bo'lsa, qandaydir yordam bergan bo'lsa, siz demak mana shu birikmadan foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi bizda expressing feelings, aytaylik bizda ham informal ham formal xatlarimiz ko'proq feelinglarni qamrab olishni boshlagan, shuning uchun feelinglarni juda ham yaxshi o'rganishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingisi demak bizda expressing feelingsga I'm so excited about the news. Eng zo'r ishlatsa bo'ladigani mana shu bizda. I'm so excited about the news, ya'ni yangilikdan juda ham hayajondaman. Demak, aynan anchadan beri shu yangilikni kutayotgandim tarzida ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi ending the letter bizda har doim eng muhimlaridan, chunki xatingizni tugatish frazalaringiz har doim bo'lishi kerak. Keyingisi mana demak bizda cheers yoki all the best, lots of love, bularni juda ham ko'p ishlatsangiz bo'ladi. Shu joyda bitta narsani aytib o'tishim kerak, siz imtihonga bir marta kirasiz. To'g'rimi? Bir marta kirasiz. Shuning uchun imtihondan oldingi yozayotgan xatlaringizda o'zingiz uchun eng foydali bo'lgan frazalarni, birikmalarni, qoidalarni, gaplarni yodlab oling. Siz imtihonga kirgan vaqtingizda aynan o'zingiz ishlatib yurgan va yaxshi effekt beradigan so'zlarni, gaplarni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz kuniga yangisini o'rganib, avvalgi sessiyangizdan chiqib imtihonga kirganda hayajonlanib qolmasligingiz kerak. Va buning uchun siz har doim o'zingiz ishlatgan, o'zingiz o'rgangan narsalarni ishlatishingizni maslahat beraman. Va bizda yana bitta eng yaxshisi bor, bu drop me a line when you get a chance. Closing uchun, xatingizni tugatish uchun eng yaxshi birikma mana shu bo'ladi. Xo'p, keyingi qism bizda structure of a letter, xatimizni strukturasi. Xo'p, xatimizni doimo greetings bilan boshlashimiz kerak. Greetingsda biz ko'rib chiqdik, hey John yoki hi my friend, to'g'rimi? Xuddi shunday so'zlar bilan boshlashingiz kerak. Keyingisi aim uchun ham bizda yaxshi frazalar berib o'tildi. Just wanted to let you know about the closing of the gym, for example, yeah? Sizni o'sha gymni yopilayotganligi haqida ogohlantirish uchun yozyapman kabi do'stingizga yozishingiz mumkin. Keyingisi bizda explanationda aytaylik siz o'zingizni hissiyotlaringiz haqida yozsangiz bo'ladi. Xo'p, qanday hissiyotlar? Masalan, o'sha gymni yopilayotganligi haqida siz qanday his qilyapsiz? Gym sizni aytaylik qandaydir shaklda ushlab turgandi, sog'lom ushlab turgandi, u kuningizni, tartibingizni bir qismi edi, to'g'rimi? Siz agar u gym yopiladigan bo'lsa, qanaqadir xafa bo'lishingiz mumkin yoki sizga yoqmasligi mumkin. Aynan o'sha hissiyotlaringizni siz yozib ketishingiz kerak bo'ladi. O'sha haqda nimani his qilayotganligingizda. Keyingisi bizda yana bir qismi bor. Mana shu explanation qismiga siz yangiliklar,
takliflar qo'shib ketishingiz kerak. Aytaylik, gym yopilgan vaqtida siz nimalar bo'lishini xohlaysiz? To'g'rimi? Yoki bo'lmasam klub haqida ketadigan bo'lsa yoki shop haqida ketadigan bo'lsa, qanaqadir store haqida gap ketadigan bo'lsa, magazin haqida gap ketsa, o'sha magazinda qanaqa xizmat o'zgartirilishini xohlaysiz. Shu joyda to'xtalib o'tishimiz kerak. Bizda informal xatlarimiz do'stimizga yozilganligi uchun buni nima g'iybat deb atasak ham bo'ladi. G'iybat. Aytaylik, siz yo'ldasiz, shoshib turibsiz. Oldingizdan yaqin do'stingiz chiqib qoldi. Qara, senga yangiligim bor. Gym yopilyapti ekan. Gymda mana shu bo'sh vaqtimizda men shularni shug'ullanishni xohlayman. To'g'rimi? Xonani tasavvur qiladigan bo'lsak, masalan, xonani o'zgartirishni xohlayman. Bo'ldi. Umumiy tafsilotlar bilan gapirsangiz bo'ldi, yetadi. Ikir-chikirigacha, uni nuqta-nuqtasigacha ham bormaysiz. Lekin endi formal xatlarimizga o'tadigan bo'lsak, uni yana tushuntirib beraman. Formal xatlarimizga o'tadigan bo'lsak, siz endi xonada aynan nimani o'zgartirish kerak? Shu haqida gapirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bugun sizlarga writing bo'yicha o'rgatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim aynan shulardan iborat edi. Aynan shu qoidalar asosida yana ham ko'proq praktik qilishingizni tavsiya qilaman va agar bugungi dars sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentlarda izoh qoldirib, videoga like bosishni unutmang.